Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Assalomu alaykum, sirli tabrik loyihamizning aziz va qadrli obunachilari. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni bugungidek go'zal ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Yana bir yurtdoshimizdan o'zlarining yaqin insoni tomon samimiy tabriknoma maktublari yetib kelgan. Sizlar bilan birgalikda ushbu tabriknoma maktubini o'z egasi tomon yo'llaymiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahloroyim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Sog'liqlaringiz joyidami? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Minnatdorman. Ayni daqiqalarda sizga yaqinlarimga dil izhori loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Siz bilan suhbatda kamina boshlovchi Maftuna Hamidovna bo'laman. Avvalambor Mahloroyim, bugungidek go'zal ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim, oilangiz, yaqinlaringiz, ota-onangiz baxtiga doimo sog'-omon bo'ling. Ilohim, kelajagi porloq, baxti butun qiz bo'ling. Rahmat. Minnatdorman, sizga ham rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi mehribon insoningiz tomonidan bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknoma maktublari yetib kelgan. Taxmin qila olasizmi, ushbu insoningiz kim bo'lishi mumkin? Yoki dadam, yo yaqinlarim. Albatta, bugun har bir yaqin insoningizdan chiroyli tilaklar, go'zal tabriknomalar olishga loyiq insonsiz. Unaqada o'zim yordamlashaman, maylimi? Mayli. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi dunyodagi eng chiroyli, eng samimiy qizaloq o'zimning jiyanim bo'ladilar deb sizga chiroyli ta'riflar bergan mehribon xolajoningiz Fotimaxon opajonimiz tomonidan ushbu tabriknoma maktublari bizning loyihamizga yetib kelgan va albatta bobojoningiz Tursunboy bobo, buvijoningiz Malohatxon buvi, tog'ajoningiz Mirjalol aka, yangijoningiz Madinaxon opa, jiyanlaringiz Muhammadali va Muhammad Isolar ham ushbu tabriknoma maktubiga qo'shilishgan. Rahmat. Ilohim, barcha yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon bo'ling-ku, har vaqt ota-onangiz orzu qilgandek inson bo'lishingizni Allohimdan siz uchun so'rab qolamiz. Onajonga rahmat. Albatta. Agarda vaqtingizni olmayotgan bo'lsak, ushbu tabriknoma maktubini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman, tinglang. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan, qalbimga yaqin insonim, jiyanjonim. Seni biz uchun eng unutilmas va quvonchli kun bo'lgan tavallud ayyoming bilan chin yurakdan tabriklayman. Oilamiz farishtasi, mehribonginam, sodda dil singiljonim. Har doim gul yuzlaringdan tabassum arimasin ilohim. Robbim seni o'z panohida asrasin. Umr yo'llaring nurafshon, hayoting va doimo baxt va omadga, quvonchga to'la bo'lsin. Har bir boshlagan ishlaringga muvaffaqiyat bo'lsin. Oldinga qo'ygan maqsadlaringga hech bir to'siqsiz yetishishingni tilab qolaman. Sen biz uchun juda ham qadrli insondirsan. Ilohim, barcha oila a'zolarimiz, ota-onang va albatta men xolajoning baxtiga doimo sog'-salomat, beg'am va betashvish bo'lgin. Kelgusi hayot yo'lingda senga ulkan muvaffaqiyatlar va yuksak natijalar tilayman. Inshaalloh qalbing har doim mana shunday sof tuyg'ularga, ezguliklarga to'la bo'lsin. Ota-onang orzusidagi inson bo'lib yetishgin. Mana shunday sof tabassuming, beg'ubor orzularing sen bilan abadiy bo'lsin. Hayot yo'llaring ravon bo'lsinki, eng oliy maqsadlar sari dadil qadam tashlaydigan, mag'rur yura oladigan inson bo'lishingni sen uchun tilab qolaman. Ota-onangning tayanchi, oilaning g'ururi, do'stlaringning sodiq hamrohi bo'lgin. Hozirgidek yaxshi fazilatlaring ila atrofingdagi insonlaringni quvontirishda va ilhomlantirishda davom etgin. Qarshi olgan yangi yoshingda senga yangi yutuqlar, ulkan zafarlar yor bo'lsin. Seni barchamiz yaxshi ko'ramiz. Kelgusi ishlaringda, o'qishlaringda Allohimning o'zi senga madadkor bo'lsin va dunyodagi eng yuksak natijalarni erishishingga tilakdoshman. Baxtimizga omon bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'raman va qadrlayman.
Ko'nglingiz baxtlari omadga to'lsin, armonlar tug'ilsa qovjirab o'lsin, yurakdan izhorim aytayin jo'shib, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ko'zingiz yosh nima bilmasin aslo, yengib o'ting kelsa ming bir muammo, borligingiz uchun go'zaldir dunyo, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Qo'lda Qur'on bo'lsin, yurakda iymon, faqat to'g'ri yo'lga boshlasin islom, so'rang yuragimni etayin in'om, shukrona kuningiz muborak bo'lsin deya mehribon xolajoningiz o'zlarining samimiy tabriknoma maktublariga yakun yasaganlar va albatta ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Istasangiz siz ham mehribon xolajoningizga rahmatlaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Sizni tinglamoqdamiz. Xolamni yaxshi ko'raman. Rahmat xolamga. Mamajonlarimga ham rahmat. Bojonim, mamajonim, larim, uni uzoq bo'lsinlar, iloyim, 100 yoshlarga sizlar. Rahmat. Sizga ham rahmat, ilohim mana shunday ezgu niyatlaringiz o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin. Hayotingiz davomida har vaqt kamida mana shunday qadrda, e'tiborda, e'zozda bo'lmoqligingizni siz uchun Allohdan so'rab qolamiz. Mehrli, oqibatli oilangizga ko'zlar tegmasin. Bugungidek go'zal ayyomingiz, shukronalik kuningizni esa yuqori kayfiyatda, xursandchiliklar ila o'tkazib olmoqlik nasib qilsin deya siz bilan xayrlashib qolamiz. Rahmat sizga. Minnatdorman, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr. Rangi chiroyli ko'ylakchasini o'pib olayin dog'chasini, qizil qilib bo'yab olgan qizil yanoqchasini. Nozlariga o'lib qolaman, yaxshi ko'rib quchib olaman. Qo'rchog'im jonim mening, opog'oyim o'zim mani. Assalim asalim, go'zalim go'zalim, erkalanib oq shirin kuladi ona qizim. Assalim asalim, mazalim mazalim, erkalanib bir shirin kuladi ona qizim. Erkalab so'yib qo'yar mehribonim qizim mani, onajonim o'zim mani. Jilmayib qarab qo'yar, ko'nglingni olib qo'yar, bir boshqacha o'pib qo'yar onajonim qizim mani. Assalim asalim, go'zalim go'zalim, erkalanib oq shirin kuladi ona qizim. Assalim asalim, mazalim mazalim, erkalanib bir shirin kuladi ona qizim. Ko'zlarim unchoqqina, bosaman quchoqqina, kuladi qiqir qiqir, mani ovunchoqqinam. Assalim asalim, go'zalim go'zalim, erkalanib oq shirin kuladi ona qizim. Assalim asalim, mazalim mazalim, erkalanib bir shirin kuladi ona qizim.